o'zini akasidan, ukasidan, opa, singlisidan xabar olib turadigan, ularni kerak bo'lsa moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydigan erkaklar bo'lsa, quvoning. Chunki oldin avval qarindoshiga qilyapti, keyin begonaga qiladi. Tushunyapsiz? Mana ortiqcha puli bormi, qilyaptimi o'sha opa singlisiga, yordam beryapti, mashina olib beryaptimi, uy olishiga, boshqasiga. Siz bundan ichingizda hasad qilib, jahlingiz chiqmasin, pulni yo'qotyapti yoki pulni beryapti. Bu sizning pulingiz emas, bu eringizni puli. Va eringiz yaxshiroq biladi uni qayerga sarflash kerakligini. Va mana shunaqa paytlarda ko'p payti man ayollarni tomonini olmayman. Ya'ni o'sha erini puliga xo'jayinlik qilmoqchi bo'lgan, deylik, yoki nima uchun erim o'sha pulini hammasini xarajat qilib tashlaydi ularga. Nega qilmasin? Nega qilmasin deyman. Qilishi kerak, chunki o'zini burchi deb hisoblaydi. Ya'ni bu yerda siz buni qilmasin deganingiz bilan bilasizmi nima bo'ladi? Siz uni rizqini kesasiz, barakasini kesasiz. Alloh beryaptiki, siz bunga boshqacha qarang. Yaxshiyam turmush o'rtog'imga Alloh shu qadar ko'p beryaptiki, u oilasidan ham orttirib, ota-onasiga, yaqinlariga, birodarlariga, opa-singlisiga ham yetkazyapti. Alloh buning uchun senga shukr. Meni erimni mana shunaqa qo'li ochiq, qalbi ochiq, barakasi keng, rizqi keng inson qilib qilganing uchun shukr deyishni o'rganing.